Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati Yazimon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 8 metrli terasga i+5 dona rom olib kelib o'rnatib berdik. Zalatoy dub profildan bo'ldi. Nihoyatda go'zal bo'lib bitdi. Xudo xolasa, egalariga 10 kun muddat berdik. Bir haftada olib kelib o'rnatib berdik. Muddatidan oldin xursand bo'lib qabul qilib oldi. Hop, avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga tenglik tushib o'tib ketamiz. Hop, razmerlariga to'xtaydigan bo'lsak, qadrli obunachilar, birinchi romimizning razmerlari, enlari 2 metr bo'lyapti, bo'ylari 2.30 cm. Bunda ochilishi yo'q. Penalari mana hatto hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Keyingisini razmeri ham 2 metrga, bo'ylari 2.30 bo'lyapti. Buni o'rtasidan bitta ochilish qo'yib berganmiz. Taylarga mana padrashka g'ishtlarni urib, nihoyatda go'zal qilib bergan ekan. Chotki bo'lib tushdi. Xo'p, 3-romimiz 4 ga bo'lganmiz. i+1 dona ochilish qo'yib berganmiz. Buni ham enlari 2 metr, bo'ylari 2.30 cm. Keyingi romimiz i+ yonida qo'shilgan bir dona eshigi bor. Buni ham общий enlari 2 metr bo'lyapti. Romini bu chekkadan bu chekkagacha 2.30. i+ eshigi enlari 90 cm, bo'ylari 3 metr, bir dona yakka qanat eshiklari bor. Oynalari bir qavat yo'duyu oynalarni qo'yib berganmiz. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib chiqdi. Qadrli obunachilar, mana o'zlaringiz ko'rishlari mumkin. i+ penalari atido hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Ichki tomondan ko'rsatib o'tib ketaman, qadrli obunachilar. Mana eshiklarning taylariga mana qadrli obunachilar, arka fonlarni qo'yib berganmiz. O'zi bilan birga bir tushadi. Mana bir yo'li shilib. Mana o'zlaringiz ko'ringlar. Birga bir tushadigan variantda arka fonlarni qo'yib berdik. i+ zamoklari Akfan o'ziniki. Ochilib yopilishiga bitta e'tibor beringlar. Ochilib yopilishlari nihoyatda go'zal bo'lib chiqdi. i+ choklari chotki chiqdi. Choklari ham penalari muchakkasini ham mana chiroyli qilib penalarni qo'yib berganmiz. Ichki tomondan ko'rsatamiz, qadrli obunachilar. Xo'p, ichki tomondan ko'rinishlari eshigimiz pastdan tepasigacha nihoyatda go'zal bo'ldi. i+ 25 li padagonlarni qo'yib berganmiz. Mana ustakalarimiz tugatgandan keyin video qilamiz dedik. Mana aboylarni nihoyatda qaranglar, aboylariga e'tibor beringlar. Yorqinligiga i+ qandaydir bir xonani chiroyli qilib qo'yapti. Mana xonadan xonaga o'tishga nihoyatda tepalarni gradus qilib, dumaloq qilib yo'llarni ochib chotga qilib qo'yishibdi. i+ romlarning ochilishiga bitta e'tibor beringlar. Delfin rochkalarni qo'yib berganmiz. Tishlari ochilib yopishlari nihoyatda mehki, chotki bo'lgan. Havo aylantirgani nihoyatda go'zal bo'lgan. Qadrli obunachilar, xo'p, bu xonadan oshxonaga o'tish ekan, mana oshxonalari. i+ oshxonasi ham mana aboylar bosilgan ekan. Oshxonasini romiga keladigan bo'lsak, oshxona romi enlari 1.30, bo'ylari 1.60, bir dona ochilish qo'yib berganmiz. Bunga 2 qavat yo'duviga oq oynalarni qo'yib berganmiz. Tashqaridan bir qator ko'rsatamiz. Ichki tomondan xuddi oq bo'lganga o'xshab qolyapti, lekin tashqaridan bir qator ko'rsatamiz. Taylariga mana o'zlaringiz ko'rishlaring uchun mana nihoyatda go'zal chiqdi. 60 li patagoniyalarni, Zalatoy 60 li patagoniyalarni qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib chiqdi. Qadrli obunachilar, videoni uzmagan holda qadrli obunachilar tashqariga chiqib bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, qadrli obunachilar. Xo'p, romimiz razmerlari enlari 1.30, bo'ylari 1.60 cm bo'lgan, 2 qavat yo'duviga oq bo'lgan. Ichki tomondan haligina ko'rsatdim. Oq bo'lganga o'xshab qoladi. Mana tashqi tomondan ko'rinishlari. O'rtada bitta ochilish qo'yib berganmiz. 2 qavat yo'duviga oq qilganmiz. Penalarni atrofga qo'yganmiz. Atko'slarni olib nihoyatda go'zal qilib qo'yishibdi. Qolgan 4 ta romi bu tomonda. Mana qadrli obunachilar, bu birinchi romimiz, ikkinchi romimiz, uchinchi, to'rtinchi, i+ 5-romimiz. Hammasini razmeri enlari 1.30, bo'ylari 1.60 cm bo'lgan.
o'rtadan bir donadan ochilishlarini qo'yib berganmiz. Qadrli obunachilar, oynalari mana ko'cha tomon bo'lganligi uchun egalarining talab va istaklariga binoan yo'duviga oq 2 qavat oynalarni qo'yib berganmiz. Buni ham penalari atida hamma yo'g'iga quyib chiqildi. Plus attyuslarini olib chotga qilib qo'yishibdi. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, qadrli obunachilar, razmerlarni tushuntirib o'tdim. Romlarni tushuntirib o'tdim. Ichki tomondagi teraskamiz oynasi 1 qavat, tashqaridagi 5 ta romdagi 2 qavat bo'lgan. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 8 metrli teraska i+5 dona rom olib kelib o'rnatib berishimiz 18 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Pastlarida telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Telegram, WhatsApp har doim ish faoliyatida. O'zbekiston vaqti bilan ertalabki soat 7 dan kechki paytki soat 7 gacha, xudo xolasa, bemalol telefon qilib, savol takliflar bo'lsa bemalol murojaat etaverasizlar. Qadrli obunachilar, narxlarini aytib o'tdim. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Like'ni gumillatib qadrli obunachilar. Kanalimizni rivoji uchun sizlardan pul megabayt olmaydi. Bizga ham pul chiqarib bermaydi, qadrli obunachilar. Shuning uchun like'ni gumillatib qo'yasizlar, qadrli obunachilar. Kanalimiz rivoji uchun, ko'proq odam ko'rish uchun like bosib yuborasizlar. Hammaga katta rahmat, bizni kuzatib olinglar. Bundan qiziq videolar hali oldinda.